Mana aldın qitim tikib qo'ygan tarxamak hozir o'sib mushunchalik bo'ldi. Mening belimdan yuqoriroq egizlikda o'sdi. Endi bu tarxamakniki mush o'sish jarayonida putash usullari bor. Mushuni to'g'ri yaxshi qoidasi bo'yicha putgan vaqtimizda bir tüp tarxamakdan 100 taldan 120 talgacha tarxamak og'ili bo'ldi. Ben bugün sizlerge şu pərviş qilish usulini, yani putash usulini tonuşturma. Ma tarxamakninki tövündün mındaq o'sgan g'olni qarasak, bu ana g'ol deb bir g'ol bo'ldi. Bu g'ol shu ustiga qarab mangdi da, mana mushtaq o'sib, mana men jipqa yo'gab nim qilganligim uchun men egilib o'sgan buchu. Mana Açta qilib üstüge mangdı. Bu ana g'ol bo'ldi. Bu ana g'olning atrofidan yopurmoqlar chiqdi. Uningdagi mush yopurmoqlarning yopurmoq bilan mush ana g'ol orasidagi qo'ltiqdan ya'ni shunglar mana o'xshash chechaklar o'sib chiqdi. Endi buni putgan vaqtimizda mush astidan sanıgan vaqtida kichik yopurmoq hesab qilinmaydi, kichik yopurmoq hesab qilinmaydi. Cho'ng yopurmoqni sanaymiz. Masalan, birinchi yopurmoq, ikkinchi yopurmoq, uchinchi yopurmoq, to'rtinchi yopurmoq, beshinchi yopurmoqgacha sanab har bir mush astidan sanıgan vaqtida beshinchi yopurmoqcha bo'lgan yopurmoq orasidan chiqqan çiçeklerini, onundikin şunlarını üzütümüz. Mana muş tarxamak buna qarsak, mana mao birinchi yopurmağı, mao ikkinchi yopurmaq aslında sanılan. Mao üçüncü yopurmaq. Onundikin to'rtinchi yopurmaq, beshinchi yopurmaq. Bunu şu yopurmaqlarning arasından chiqqan ma ana g'ol bilan ma yopurmoqning orasidan chiqqan ma shunglarni ilib etimiz pakiz bundaq. Ma chechaklarni ilib etimiz buni. Pakiz qilibchi. Ma birinchisining aslida kichik baka, ilib etish mumkin bo'lsa, ibasak bo'ldi. Mana bundaq pakiz ilib etimiz. Birinchisinikini ibatdik, ikkinchisinikini ibatdik. Endi üçüncüsü mana bu yerda. Üçüncüsününki mana yang'in qilsak chiqadi mana. Mundaqchu. Mana evetimiz. Üçüncüsünikini evetdik. To'rtinchisi ma yopurmoq. Bunun arasından chiqqan shu, mana ana g'ol, mao g'ol, ma yopurmoqning arasından chiqqani mao. Bu yo'g'inab ketibdi. Millat bundan burunroq evetish kerak. Kichikroq vaqtida olsa, osonroq bo'ldi. Ama yang'in mundaq nim qilsaqlar, egsak bu aşağıdan sunudu. Onu evetimiz. Bunda qilib evetimiz. Buna birinchisinikini evetdik, ikkinchisini, üçüncüsini, to'rtinchisini evetdik. Mao beshinchisi. Beshinchisi yopurmoqniki o'lodan chiqqan. Mana bu yerdan chiqqanni bunun pakiz evetimiz. Endi mao 6-chi yopurmoq. 6-chi yopurmoq bilan ana g'olning orasidan chiqqan mani qo'yib qo'yamiz. Meyerdan chiqayotgan mana shunglarni, chechaklarni qo'yib qo'yamiz. Mana hozir meyerdan mana kichik tarxamak turdi. Ma tarxamakni yo'qotib olamizda, bu tarxamakni olamiz. Shuning bilan birga meyerdan chiqqan shuni tarbiyalaymiz. Buning keyin yo'g'ongandan keyingi tushuntirishini keyinchi sal yo'g'ongan vaqtida yana qaytadan video ishlab ko'rsatib qo'yman. Bu dastlabdiki putash bosqichi mana shundoq bo'ldi.